Karakas politsiyasi boshlig'i qotil Karupano. Hozir bir minut. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa biz Qil ustidagi taqdir kitobini oxirgi tomini, 7-tomni xudo xolasa audiolashtiryapmiz. YouTube'dan rosa ko'pchilik yozyapsizlar, kommentariyani o'qiyapman. Nega bunaqa cho'zib yordingiz boshqa? Men boshda aytib o'tdimki, qachon studiyani vaqti bo'lsa, ana shunda keyin men bemalol kitob yoza olaman deb. Hurmatli obunachilar, sizlar xafa bo'lmanglar, men ataylab kutirayotganim yo'q. Bu yerda har kuni kino olinadi, kino dublash qilinadi, zapislar bor. Shuning uchun meni o'zimda vaqt kam, yangi proyekt boshlaganmiz, xudo xolasa, uni tayyorgarligi bilan yuruvdim. Shuning uchun mana vaqt bo'ldi degandan xudo xolasa o'qiymiz, joylaymiz. Muammo yo'q. Ozgina sabr qilib turasizlar.